Haqorat emas bu. Endi bularga qo'yib bersiz haqorat. Hammasi haqorat. Mana kecha yana bitta videoni ko'rdim. Haligi nimani kecha emas, endi anchadan beri bu haqorat qilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni haqorat qilgan inson 12 sutkaga qamaldi. Prezident haqorat qilgan inson 4 yilga qamaldi. Nima bu? Kimni anaqasi ulug' bo'lib ketyapti? Kimni biz ulug'layapmiz? Forma kiyib olib birovlarni ayollarini tahqirlayib turgan bozorlarda kecha bir video ko'rdim. Instagramda. Videoda bir ayolni shunaqangi tahqirlab, shunaqa sotyap turgan bir kiyim-kechaklarini milisalar sochib yotibdi. Hey, noinsof, u o'g'irlik qilyap turgani yo'q, g'arlik qilyap turgani yo'q. Davlatdan borib 2 so'm pul talab qilyap turgani yo'q. Bola chaqasini halol boqay deb o'sha qishki kunda sovuqda o'sha sotyapti kiyim-kechaklarni. Bo'pti, yo'l ustiga yoyib olgandir, mayli. Sendan bir non talab emas o'sha, noinsof, ber o'shingiz, qilsin savdosini, bola chaqasini baqsin. Yaloqlik, biz qo'rqoqligimiz, qon-qonimizga singib ketganki, haq kelganda ko'zimizni yumib turamiz. Quloqlarimizni berkitamiz bunday. Iloji bo'lsa shu ko'rmasak, eshitmasak. Hammamizni Alloh isloh qilsin. Meni ham qilmishimga yarasha, sizlarni ham qilmishinglarga yarasha, qo'rqoqlarni qo'rqoqligiga yarasha. Haq demasdan chiqib minbarlarda turib yolg'on bir nimalardan nima qilib yaloqlik qilyap turganlarda o'ziga yarasha. Shuncha mana prezidentlarni ko'rdik, shuncha vazirlarni ko'rdik. Lekin o'zgarishlar zo'r. Hammasida o'zgarishlar zo'r. Faqat xalq uchun emas-da, ularni qurgan o'zlari uchun uchastkalarida bankka olib chiqib ketgan 1,5 milliard, 3 milliard, 4 milliard, 7 milliard, 8 milliard dollar xalq pulini o'marishlarida Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlardagi meni kuzatib turgan barchaga joninglar sog'mi? Salomatmisizlar? Oila, bola chaqanglar hammasi sog' salomat yuribdimi? Alloh bergan rizqinglarga yarashasin, topib Xudoga shukr qilib yuribsizlarmi? Men kecha bundan bir necha yil avvalgi videoni qo'ygandim. Ichki ishlar tergov bo'limini boshlig'i podpolkovnik falonchi pistonchi videosi deb qo'ygandim. Bir necha kundan beri o'zim primoy efirlar qila olmayapman, chiqa olmayapman. Na Facebookda, na bir nimada, na YouTube'da. Ishxonada ozgina ko'ngilsizlik bo'lganda shu doktorga borib kelsam ozgina bir lat yeyish bor ekan qovurg'ada. Shunga hozircha ishlolmay turibmiz. 1-2 hafta yot dedi. Qani ko'ramiz deyapti doktorlar, qani ko'ramizda. Shu qo'ygan videorolikni o'zim sharhlab, yosh qizchani avtomat yig'ishini, haligi podpolkovnikni yig'ishini qo'ygandim. Ko'pchilik e'tirozlar bildirdi. Ko'pchilik shular qatori o'zining fikrini bildirib o'tdi. Ularga qarshi bildirgan fikrlar ham bo'ldi o'rtada. Ko'rganinglardek men sigaret chekaman, kofe ichaman. Ba'zida ichiban turaman. Bu Xudodan yashirmagan narsami? Sizlardan yashirib necha pul topaman? Menga nima naf? Menga buni jarima qo'llasa ham baribir chekaman. Alloh hidoyat bermagandan keyin o'zingiz nima qila olmaysiz. Bu bir to'g'ri yo'lga boshlab, bir nima qilib, bir mashinadan bir qaytarmaguncha o'zingiz bir boshingiz bir nimaga urilmaguncha qaytmaysiz-da hech narsadan. Endi buni yashirishimdan, chekishimdan, ichishimdan, yashirishimdan o'ylaymanki, hech kimga bir manfaati ham, foydasi ham, bir zarari ham yo'q. O'sha kommentariyalarda juda ko'p fikrlar bildirganlar bor.
aksariyat fikr bildirganlar juda eski video bo'lyapti. Eski video to'g'ri, haqiqatan 5-6 yilgi video. Bir 7-8 yil ya buyog'i deylik, qo'yiq suyu. Bo'pti, 7-8 yil bo'lsa, Karimov davrida bo'lsin. Mirziyoyev davrida bo'lsin. Nima farqi bor shu O'zbekistonda ichki ishlar organlaridan chiqib shu? Bunaqalar kam deb o'ylaysizlar? Bunaqalar kam deb o'ylaysizlarmi hozir? Poraga botib yotibdi. Xitoyda ham shunaqangi poraxo'rlik kuchayib ketgandiki, o'sha o'lim jazosini qattiq jazolarda poraxo'rlarga qarshi qo'llanmasdan avval shunaqangi darajada poralar ko'payib ketgandiki, hatto yurib turgan harbiy texnikalarda yoqilg'ilarigacha sotishib yuborgan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Qurol aslahalarni qo'yaveringlar. Spisat qilib, haligi yaroqsiz sotisholgan qurol sohalarigacha. Ana o'sha qonunlar mana qo'llanildi. Hozir mana bizni gazimizga mazza qilib, tadbirkorlar ishlari qilib, rivojlantirishyapti, ishlab chiqarishyapti, iqtisodiyotni ko'taryapti. Xitoy davlati butun dunyoga qulog'igacha qarzga qittashagan hamma davlat. O'zbekistonning qarzi yo'q. Shavkat Mirziyoyev saylangandan keyin 2017 yo 2018-yil adashmasam. Jeta shu 2020 ga yaqinda 25 milliard dollar olib keldim Xitoydan. Deb turib sirazi city qurilishlarini boshlab, katta qurilishlarda, ko'zga ko'rinadigan qurilishlarni boshladim. Hayron bo'ldim. Bu citylar katta Toshkent, yangi Andijon city, yangi Farg'ona city yoki bilmayman Samarqand, Farg'onaqa, bu citylar kimga kerak deb o'ylandim boshida. Bu 30 necha yillik muammolarimiz turgan bo'lsa bu yoqda. O'sha paytda endi yaqin 30 yillik edi. Yaqin 30 yil oshiqlik muammolarimiz turibdi. Gaz, svet, misol, ichimlik suvi, kanalizatsiya muammolari. Bu kanalizatsiya muammolari desam, Facebookda bittasi rasa chaynaldi, rasa aylantirdi meni gapimni. Kanalizatsiya qildi. Kerak emasmi bu narsa? Kanalizatsiya quvurlari boshqalar, suv toshqinlarida boshqalar, favqulodda holatlarda. Demak, kerak bo'lmaydimi? Xo'p, mayli, u mayda-chuyda deylik, xalqni hammamizning nazarimizda. Shu mayda-chuyda narsalar mana necha yildan beri bo'pti, yaxshi bo'lib ketar, zo'r bo'lib ketar. O'shan bilan yuribmiz misolda. O'sha ishlar bilan necha yildan beri yuribmiz. Haligi bir qayerdandir, vodiydanmi yoki bilmayman, vohadanmi bir otaxonning videosi bor. Sentabr, oktyabrgacha chidab tursak, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketsa kerak degan anaqasini raza aylantirdik. Haligi gaz zapravkalar anaqa bo'lganda raza o'sha gapni, raza o'sha temani aylantirdik. Bu yoqdan ham urib, haligi gaz zapravkalariga probkalar ko'payib boshqa bo'lganda raza shu tema anaqa bo'ldi. Shu otaxonning gaplar. Mana 30 necha yildirki mana sabr qilib yashayapmiz. 34-yil, 35 ga qarab ketyapmiz. Xudo xolasa mana shuncha mana prezidentlarni ko'rdik, shuncha vazirlarni ko'rdik. Lekin o'zgarishlar zo'r. Hammasida o'zgarishlar zo'r. Faqat xalq uchun emas-da, ularni qurgan o'zlari uchun uchastkalarida bankka olib chiqib ketgan 1,5 milliard, 3 milliard, 4 milliard, 7 milliard, 8 milliard dollar xalq pulini o'marishlarida. Kecha yana ikkita video qo'ydim. Alisher Qodirov haqida. 3 ta video qo'ydim. Alisher Qodirov haqida. Keyin yana bittasi ko'rsanglar o'zingizlar tushunib olasizlar. Endi hozir hashamat solig'ini solamiz deyapti-da. Kechirasizlar-ku. Misol, bu davlatligini qismida o'zini vazifalari bor. Bu davlat hukumatlarini, bu tepadagi lavozimdagi o'tirgan qo'shtirnoq ichidagi vallomatlarda ko'pchilik so'rabdi, endi haligi prezidentimizni haqorat qilmang debdi. Haqorat qilganim yo'q, men bor narsani gapiryapman. So'zida tura olmaydimi? Labzi yo'qmi? Labzi yo'q. Bo'ldi. Qasamxo'rmi? Qasamxo'r. Haqorat emas bu.
Bu ochiq oydin o'zini fikrini bildirish bu. Konstitutsiya qonunlarida ko'rsatib qo'ygan. Haqorat emas bu. Endi bularga qo'yib bersiz haqorat. Hammasi haqorat. Mana kecha yana bitta videoni ko'rdim. Haligi nimani kecha emas, endi anchadan beri bu haqorat qilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni haqorat qilgan inson 12 sutkaga qamaldi. Prezident haqorat qilgan inson 4 yilga qamaldi. Nima bu? Kimni anaqasi ulug' bo'lib ketyapti? Kimni biz ulug'layapmiz? Kim bu insonlar? Payg'ambarimiz, sayyidimiz sollallohu alayhi vasallam kim? Yo, balki men mana shu nimalar qilarman, lekin ro'yolik qilib men namozlarimni ko'rsatmayman, ibodatlarim ham bordir. Men hech kimga aytishga majbur emasman, ko'rsatishga majbur emasman. Men istamayman ham bu narsani. Ehsonlarim bordir. Kimgadir ibrat olsin deb men qilmayman, uni ko'rsatmayman u narsani. Men yerda bori qilaveradi hamma ishni o'zi. Men yerda bori gapiraveradi, haqiqatmi, nohaqmi? Yo, bizi bu mamlakatimiz qanaqa mamlakat? Demokratik desang demokratik emas, haqda gapirib bo'lmaydi. Musulmon davlati desang namoz o'qisang yoki bir haligi o'z bilimingni qo'shningni bolasiga o'rgata olmaysan. Alloh buyurgan narsani sen qaysidir ana dinni sotgan nimadan munofiqdan ruxsat olishing kerak ekan. Litsenziya sotib olishing kerak, ruxsat o'sha litsenziya. O'shani sotib olib, bolalarga Alloh buyurgan narsani, bizga nozil qilgan narsani shu munofiqlardan ruxsat olib o'rgatishimiz kerak farzandimizga ham. Bo'lmasa sen haligi nima noqonuniy diniy ilm berishlikda, hujra yaratganlikda ayblanib qamalasan. Молодец, ha? Hammamizni Alloh isloh qilsin. Meni ham qilmishimga yarasha, sizlarni ham qilmishinglarga yarasha, qo'rqoqlarni qo'rqoqligiga yarasha. Haq demasdan chiqib minbarlarda turib yolg'on bir nimalardan nima qilib yaloqlik qilyapti turganlarda o'ziga yarasha. Forma kiyib olib birovlarni ayollarini tahqirlayib turgan bozorlarda kecha bir video ko'rdim Instagramda. Videoda bir ayolni shunaqangi tahqirlab, shunaqa sotyapti turgan bir kiyim-kechaklarini militsiyalar sochib yotibdi. Hey, noinsof, u o'g'irlik qilyapti turgani yo'q, g'arlik qilyapti turgani yo'q. Davlatdan borib 2 so'm pul talab qilyapti turgani yo'q. Bola chaqasini halol boqay deb o'sha qishki kunda sovuqda o'sha sotyapti kiyim-kechaklarini. Bo'pti, yo'l ustiga yoyib olgandir, mayli. Sendan bir non talab emas o'sh, noinsof, ber o'shinga, qilsin savdosini, bola chaqasini baqsin. Yaloqlik, biz qo'rqoqligimiz, qon-qonimizga singib ketganki, haq kelganda ko'zimizni yumib turamiz. Quloqlarimizni berkitamiz bunday. Iloji bo'lsa shu ko'rmasak, eshitmasak. Men hayotimni xavfga qo'yapman. Men qo'rqmasdan. Olib ketsa, masjiddan ham olib ketishaveradi. Bo'xton yog'dirishga inson ustiga. Bo'xton yog'dirishga usta bizning hukumatimiz. Mana taftish uz komandasi mana qamalib ketdi. Jurnalist shunday vakolati borki, istagan joyga kirib xalq qiynayotgan turgan savollarni ochiqlashga vakolati bor u insonlar. Savollarni berishga, ichkarida qanday tergovlar bo'lyapti, qanday zulmlar bo'lyapti fuqarolarga nisbatan, hamyurtlarimizga nisbatan, ularni bir ochiqlashga, bir nimaga nohaq bularga hukm o'qildi tergovchi tarafidan. Bularni aniqlashga bularning vakolati bor. Nimaga kirishmayapti? Hech bir prokuratura, hech bir ichki ishlar organlari bemalol kiringlar, mana tanishinglar.
deb bir halol ishlaganini bir ko'rdinglarmi? Elyorbek Tojiboyev degan mana qamalib ketdi. Qanchaga? 4 yilgami? Xorazmdami qayerdadir nohaq qizlar zo'rlanganini ishini olib borgan sudyaga qarshi bir e'tirozlarni bildirgani uchun sudyaning ish faoliyatiga qarshilik noqulaylik keltirib chiqargani uchun 4 yil qamoq jazosi. Zo'r,